Diqqat, aholiga tezkor xabar. O'zgidromet 14, 15 va 16 aprel kunlari kutilayotgan ob-havo prognozini e'lon qildi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Videorolikdan to'liqroq xabardor bo'lish uchun video ostidagi like tugmachasini bosib kanalimizga obuna bo'ling. Diqqat qiling. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi. 14 va 15 aprel kunlari yog'ingarchilik kutilmaydi. 16 aprel kuni ba'zi joylarda biroz qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 14 va 15 aprel kunlari 23-28 daraja, 16 aprel kuni 18-23 daraja bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. 14 va 15 aprel kunlari yog'ingarchilik kutilmaydi. 16 aprel kuni ba'zi joylarda biroz qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 13-18 daraja, kunduzi 25-30 daraja bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. 14 aprel kuni kechasi va ertalab ba'zi joylarda biroz qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Momaqaldiroq bo'lishi mumkin. 15 aprel kuni yog'ingarchilik kutilmaydi. 16 aprel kuni ba'zi joylarda biroz qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat 14 va 15 aprel kunlari kechasi 12-17 daraja, kunduzi 24-29 daraja. 16 aprel kuni kechasi 10-15 daraja, kunduzi 20-25 daraja bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. 14 aprel kuni kechasi va ertalab ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Momaqaldiroq bo'lishi mumkin. 15 aprel kuni yog'ingarchilik kutilmaydi. 16 aprel kuni ba'zi joylarda biroz qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 14 aprel kuni 29-34 daraja, 15 va 16 aprel kunlari 32-37 daraja bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. 14 va 16 aprel kunlari ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Momaqaldiroq bo'lishi mumkin. 15 aprel kuni yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 23-28 daraja bo'ladi. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida esa havo biroz bulutli bo'ladi. 14 va 16 aprel kunlari ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. 14 aprel kuni ayrim joylarda kuchli bo'lishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. 15 aprel kuni yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 5-10 daraja, kunduzi 14 va 15 aprel kunlari 13-18 daraja, 16 aprel kuni 10-15 daraja bo'ladi, deyiladi O'zgidromet veb saytida. Hurmatli tomoshabin, kanalimiz rivojlanishi uchun ushbu videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'ling va bizni kuzatishda davom eting. Xayr, salomat bo'ling.